Tafsiri muyassar. Nisa suresi. A'udhu billahi mineşşeytanirracim. Ey müminler! Sizler səpərdə kapırlarının sizlərə ziyan zəhmət yetkizib qoyuşidin qoxsanlar, namazni 4 rəkətni 2 rəkətki qısqartıb oqsanlar, sizlərə heç günah bolmaydı. Kapırlar sizlərə həqiqətən opoçuq düşməndir. Ularning suiqasdidan hoşyar bolinglar. Səpərdə pəriz namazlarını qasr qilib o'qish, səpər meyli qo'rqinchli bo'lsin yoki xotirjamlik bo'lsin, hamma holatda ruxsatdir. Ey payg'ambar, sen mu'minlar bilan jihad maydonida bo'lib, ular bilan birlikda namoz o'qimoqchi bo'lganingda, ularni 2 guruhga bo'lgin. Birinchi guruhga sen bilan birlikda namozga tursin. Qurollarni yenida tutsin. Ular secde qilib ikinci gruppa arqanglarda düşmanlarga diqqat qilib tursin. Birinci gruppa namozni tamomlab salom berganda, namoz o'qimagan ikinci gruppa kelib, sen bilan birlikda birinchi rakat namozini o'qib, ondan ikinci rakatni o'zlari tamomlasin. Düşmanning suiqasdidan hoşyar tursin. Qurollarini yenida tutsin. Allah'ның dinini inkar qiladigan kafirlar sizlarning qurollaringlarni, moddiy ashyolarni tashlab qo'yib, diqqatsizlik qilishinglarni, shu fursatda sizlarga birdan to'yuqsiz hujum qilishini orzu qiladi. Agar sizlarga yomg'ir sababli qiyinchilik tug'ilsa yoki kasal bo'lsanglar, bu chaqda qurollaringlarni qo'yib qo'ysanglar, sizlarga hech gunoh bo'lmaydi. Ammo tadbirlik va ho'shyor bo'linglar. Sheksizki Allah haq dinni inkar qilgan kafirlarga har qilg'uchi azob tayyorladi. Namozni o'qib bo'lgan vaqtinglarda o'ri turibmi, o'ltiribmi va yetib turibmi Allohni yod etishni davomlashtiringlar. Qo'rqinch yo'q bo'lib xotirjam bo'lgan cheg'inglarda bo'lsa, namozni to'liq ado qilinglar. Namoz vaqtiga rioya qilinglar. Sheksizki namoz dinda vaqti belgilangan farzdir. Düşmanning orqasidan qo'g'lashda suslik qilmanglar. Ojizlik ko'rsatmanglar. Sizlar urushdan va uning eg'irchiligidan qiynalsanglar, düşmanlaringlar sizlarga o'xshashlik qiynaladi. Ular shundoq turug'liq sizlarga qarshi urush qilishdan qo'l uzmaydi. Shunga urushni davomlashtirishga sizlar ularga qaraganda texmu haqliq. Chunki sizlar Allohdan ajr, mukofot, nusrat umid qilasizlar. Ular bo'lsa, bularni umid qilmaydi. Allah sizlarning barliq ahvolinglarni bilib turg'uchidir. Belgilimlarida va tadbirlarda hikmat bilan ish qilg'uchidir. Ey payg'ambar, sheksizki biz seni kishilarning orasida Allohning ko'rsatgani bo'yicha hukm qilsin deb sana haqiqatni o'z ichiga olgan kitob, ya'ni Qur'onni nozil qildik. Sen hergiz haqiqatni yoshirib, o'ziga zulm qiladigan, ozg'unlarni qo'llaydigan xoinlardan bo'lmag'in. Hamma ahvolingda Allohdan mag'firat tiligin. Chunki Alloh fazli rahmatini va mag'firatini tilagan odamni nihoyat mag'firat qilg'uchidir. Uningga bakmu mehribondir. Sen hergiz Allohga osiylik qilib, o'ziga ziyon soladigan xiyonatchilarning tarafini olmag'in. Sheksizki Allah xiyonatga odatlangan, gunohga potgan odamni qat'iy yoqtirmaydi. Ular qabih qilmishlarini insonlardan yoshiraligini bilan Allohdan hergiz yoshirolmaydi. Allah o'zining cheksiz ilmi bilan o xiyonatkorlar bilan har doim birga tursimi, barliq qilmishlarini bilib tursimi, ular Allohdan hayo qilmaydi. Ular Allah rozi bo'lmaydigan gaplarni qilishdan yoshirin maslahatlashgan chaqdimi, Allah ular bilan birga edi. Allah ularning barliq qilmishlarini, gap so'zlarini tamoman bilguchidir. Ey mu'minlar, sizlar shundoq kishilarki, Allohga osiylik qilib o'ziga zulm qilgan oshi xiyonatkorlarni bu dunyoda qo'g'didinglar. Ammo
qiyomat kuni ularni Allohning azobidan kim qo'g'dab qala oladi? Allohdan boshqa kim ularga madadkor bo'la oladi? Kimki biror yomon ishni qilib solgandan keyin yoki Allohning amriga xiloflik qilib, o'ziga zulm qilgandan keyin gunohiga tavba qilib, qilmishlarini tuzatsa va Allohdan mag'firat tilasa, u kishi albatta Allohning nihoyatda mag'firat qilguvchi ekanligini va bandalariga to'liq mehribon ekanligini ko'radi. Kimki bilib turib gunoh ishni qiladi ekan, gunohining ziyni faqat uning o'ziga bo'ladi. Allah bandalarining ahvolini obdan bilguchidir. Amr farmonlarda va chiqargan hukmlarda hikmat bilan ish qilguchidir. Kimki savallikdan yoki qasdan biror gunoh qilib qo'yib, ondan uni begunoh odamning ustiga ortib qo'yadi ekan, u shu bo'htonni va o'p-o'chiq gunohni o'z ustiga yuklab olgan bo'ladi. Ey payg'ambar, agar Alloh sana fazli marhamat ato qilmagan, payg'ambarlik ne'mati bilan seni qo'g'dimagan bo'lsaydi, Allohga osiylik qilib, o'ziga zulm qilganlardan bir guruh odam seni to'g'ri yo'ldan ozdirishga uringan bo'ladi. Ular faqat o'zini ham ozdiradi. Allah seni qo'g'digan ekan, ular sana qilchi ziyon yetkazmaydi. Allah sana Qur'onni nozil qildi. Qur'onni bayon qilib beradigan sunnatni ato qildi. Sana sen ilgari bilmaydigan ilmlarni bildirdi. Allah'ning sana qilgan iltifoti haqiqatan kattadir. Kishilarning pichirlishlarining ko'pinchisida yaxshilik yo'qdir. Faqat yo'qsullarga sadiqa qilishga yoki yaxshi gap qilishga va yoki kishilarni aplashtirib qo'yishga buyurgan kishilarning pichirlishlari buningdan mustasnodir. Kimki bu ishlarni Allohning roziligini va mukofotini izlab qiladi ekan, biz uningga katta ajr ato qilamiz. Kimki o'ziga haqiqat aniq bo'lgandan keyin payg'ambar alayhissalomga osiylik qiladi ekan va mu'minlarning haq yo'lidan boshqa yo'llarga ergishadi ekan, biz uni o'z yo'liga qo'yib beramiz. Yaxshilikqa yetaklamaymiz. Oxiratda uni jahannam o'tiga kirgizamiz. Jahannam nima degan yomon joy. Allah o'ziga sherik keltirganlikning gunohini albatta kechirmaydi. Sherik keltirishdan boshqa gunohlarni o'zi xohlagan bandalardan kechirib etadi. Kimki yegona Allohga maxluqotni sherik keltirdi ekan, mundaq odam haqiqatan bakmo yiroqlashib ketgan bo'ladi. Mushriklar Allohni qo'yib, hech kimga foyda ziyon yetkazmaydigan butlarga cho'qinadi. Ular Allohga itoat qilishdan bosh tortgan va buzg'unchilikda haddidan oshgan shaytonga cho'qinadi. O'z vaqtida Alloh shaytonni rahmatidan qo'g'lagan edi. Shayton mundaq degan: "Men albatta sening bandalaringdan muayyan sondikilarni ozdirib ketaman. Shundaqla menga ergashgan kishilarni to'g'ri yo'ldan cho'qim ozdiraman. Ularni yolg'ondan umidlantiraman. Ularga yomon ishlarni chiroyli ko'rsataman. Ularni cho'qim hayvonlarning quloqlarini yerishga, Allohning yaratgan maxluqotini o'zgartirib etishga buyurayman. Kimki shaytonning chaqirig'ini qabul qiladi ekan va hammaga qodir Allohni qo'yib, shaytonni o'ziga madadkor qilib oladi ekan, mundaq odam o'p-o'chiq ziyon tortgan bo'ladi. Shayton o'ziga ergashgan kishilarga yolg'on va'dalarni beradi va ularni quruq umidlar bilan aldaydi. Shayton ularga faqat rostligiga hech qanday dalili bo'lmagan o'p-o'chiq yolg'onni va'da qiladi. Ana shularning boradigan joyi jahannamdir. Ular jahannamdan qochadigan joy topolmay qoladi. Allohga iymon etib, shu iymoniga loyiq yaxshi amallarni qilgan kishilarni Allah o'z fazli rahmati bilan qasrlarning va dal daraxtlarning ostidan o'stanglar eqib turadigan jannatga kirgizadi.
ular jannatda mangu turadi. Bu Allohning va'dasi bo'lib, Alloh va'dasiga xiloflik qilmaydi. So'zlarda va bergan va'dasida Allohdan rostchil hech kim yo'qdir. Ey musulmonlar, jannatdan iborat bu katta ne'mat sizlarning va ahli kitobdan bo'lgan yahudiylar bilan xristianlarning quruq orzusi bilan qo'lga kelmaydi. Ular faqat Allohga bo'lgan chin iymon, cho'nqur ixlos va Alloh rozi bo'ladigan shaklda qilingan yaxshi amallar bilan qo'lga keladi. Kimki biror yomon amalni qiladi ekan, u buning jazosini cho'qim tortadi. Uni Allohning jazosidan qutqizib qoladigan hech qanday madadkor chiqmaydi. Uningga Allohdan boshqa hech kim yordam qilolmaydi. Allohga va Alloh nozil qilgan Qur'onga iymon keltirgan mu'min erlardan va ayollardan yaxshi ishlarni qilganlar bog'i. Ana shularni Alloh mangulik ne'mat makoni bo'lgan esil jannatga kirgizadi. Ularning yaxshi amallarining mukofoti qilchi kemaytilmay to'liq beriladi. Chin ko'nglidan Allohga bo'ysungan, amaliyati bilan buni isbotlagan, so'zi va amaliyati birdek bo'lgan, Allohning amriga itoat qilgan va Ibrohim alayhissalomning ozg'unlikdan yiroq bo'lgan haq diniga ergashgan kishidinmi yaxshi odam bormi? Alloh bandalarning orasidan Ibrohim alayhissalomni o'ziga do'st qilib tanlagan edi. Koinotdagi maxluqotlarning hammasi Allohningdir. Allah o'zining cheksiz ilmi bilan hamma narsani qo'rshab turg'uchidir. Bandalarning ishlaridan hech qanday ish Allohga maxfi emasdir. Ey payg'ambar, insonlar sendan ayollarga munosabatlik masalalarni bayon qilib berishingni talab qilyotdi. Ularga aytqinki, ayollarga munosabatlik masalalarni Alloh sizlarga bayon qilib beradi. Qur'onda sizlarga o'qib berilayotgan oyatlar borki, u oyatlar sizlar Alloh belgilab bergan mahri, miros qatorliq haqqini bermaydigan, miros qo'limizdan ketib qolmasin deb ergimi bermaydigan yoki chiroyi ko'rimsiz deb o'zinglarni olmay tutib turadigan yetim qizlar to'g'risidagi va bo'zi qilingan bolalar va yetimlarga adolatli bo'lib, zulm qilmasliginglar to'g'risidagi belgilimlarni bayon qilib beradi. Yaxshilikdan nimani qilsanglar, shubhsizki Alloh uni bilib turadi. Allohga bandalarning ishlaridan hech qanday ish maxfi emasdir. Tafsirim muyassar. Bir guruhi ulamolar nashrga tayyorlagan. Tarjima qilguvchi Muhammad Yusuf Muhammad Tursun. Muharrir Abdurrahim Davlat. Korrektor Abdulaziz Aqxun. 2020 yanvar 1-nashri. Teklimakan Uyg'ur nashriyoti tarafidan nashr qilingan. Mikrofon oldida İmran Abdug'ani Sadai. Bu asar avlod detallarida tarqitildi.